Xo'p. İmam Burxoniddin Marg'iloniy degan odam bo'lgan. Dars o'tibmişdi. Ders o'tibmiş. Shuni ders o'tib o'tirsa, qarshi eshik tarafga qaramışdı, onunla bir turib olamışdı. Qarshi eshik tarafga qaramışdı, onunla bir turib olamışdı. Ders joyida bir necha marta shunday bo'lgan. Keyin Saidlar so'rabdi, "Ustoz, nechun turib tursiz?" debdi. Desa, aytgan ekan, o'ynab yurgan bolalarni arasında ustozimning bolasi bor. Şu ustozimning bolasi shulargan vaqtimda ustozimning hurmatidan bir turib olaman o'rnimdan. Degan ekan. Men ruxsat bersangizlar ustozga odob degan mavzuni o'tamiz. O'zi aslida buni aldirak o'tish kerak edi, lekin ustozga odobni, ustozga bo'lgan muhabbat shakllanmaycha o'tishni to'g'ri narsa deb bilganim yo'q. Hozir endi yil davomida o'tdik sizga, siz meni tushundingiz. Men o'zimga bo'lgan odobni aytib turganim yo'q. Jamiki ustozga bo'lgan odoblarni o'tishga bugun xudo xolasa kirishamiz. Xush kelibsiz darsimizga. Assalomu alaykum.